Voy Ovsinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi boribsizlar-da? Yonida svetofor bor. Qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdi. Mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana kimni o'g'li shunday, kimni o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimni o'g'li shunday, kimni o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Emil, Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi, temirda rasiga tiqib shashlikmi, nima go'sht pishiradi-ku, nima edi? Men qaydan bilay u nima u? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat.